Inson umrida shunday qadrli kunlar bo'ladiki, u kunlar mehr, quvonch va samimiy tilaklarga to'ladi. Bugun ham ana shunday unutilmas lahzalardan biri tug'ilgan kun. Bu shunchaki yoshga yosh qo'shilish emas, balki ortda qolgan go'zal xotiralar, erishilgan yutuqlar va oldinda kutayotgan yangi orzu-maqsadlar bayramidir. Shu go'zal kunda barchamiz ezgu niyatlar bilan yig'ilib, bugungi bayram egasiga eng samimiy tilaklarimizni yo'llash uchun yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'misiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Sog'misiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Tug'ilgan kun tayyorgar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan bezovta qilib turibman. Eshityapsizmi? Eshityapman. Ahad va Umidaxon bilan bog'landimmi? Sizni bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga umid bo'lgan tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Alloh umringizni ziyoda qilsin, taningizni sog'lomman, baxtli, saodatli yashamoqlikka Robbimni o'zi musharraf aylasin inshaalloh. Rahmat. Bugun sizni tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz bilan tabriklash uchun jamoamizga juda ham chiroyli bo'lgan samimiy niyat, tilak hamda tabriknoma xatlari yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi tabriknomani kim, qay bir yaqin qadrdon mehriboningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Yaqinlarimiz bo'lib, Ko'proq kimdan taxmin qilib ko'rasiz? Yaqinlaringiz orasida? Bugun sizni tabriklash uchun sizni juda yaxshi ko'rguvchi Hoji bobojoningiz, qolaversa Hoji momojoningiz tomonidan, ya'ni Ahmad Hoji ota, Gulbahor Hoji ona tomonidan tabriknoma xatlari yetib kelgan ekan. Qolaversa amakijonlaringiz, ammajonlaringiz, amakivachchalaringiz, yangajonlaringiz, oila a'zolaringiz, pochchalaringiz, hamma yaqin qadrdon mehribonlar ham eng go'zal, eng chiroyli, sara samimiy niyat tilaklarni ushbu kunda siz uchun yuboribdi. Va biroz qimmatli vaqtingizni olaman-u, Hoji boboangiz, Hoji momongizni sizga atalgan tabriknomalarni o'qib eshitiraman, maylimi? Marhamat, qabul qilib olasiz. Assalomu alaykum, aziz va shirin, jondan aziz, mehribon nabirajonimiz. Danagidan mag'zi shirinimiz. Bugungi tug'ilgan kuning chin qalbdan samimiy niyat tilaklar bilan seni tabriklab qolamiz. Nabirajonimiz, sen bizni xonadonimizni quvonchi, ko'zimizni nuri, qalbimizni eng bebaho ne'matsan. Dunyoga kelganingdan buyon hayotimiz yanada mazmunli, xonadonimiz esa yanada fayzli bo'lgan. Seni kulging qalbimizga quvonch, mehring esa hayotimizga baxt olib kelgan. Yaratgandan senga mustahkam sog'lik, uzoq va mazmunli umr, baxtli bolalik hamda yorqin kelajak tilaymiz. Ilmli, odobli, mehribon, baxtli qiz bo'lib ulg'aygin. Doimo mehribon bo'lib, biz bobo buvingni quvonchi va faxrimiz bo'lib yurgin. Har bir yangi yoshing senga yangi baxt, yangi yutuq, unutilmas quvonchlar olib kelsin. Go'yoki go'zal yuzing misoli hayoting ham chiroyli va doim baxtga to'la bo'lsin. Hech ham g'am tashvish ko'rma. Yuzingdan beg'ubor tabassum hech qachon ketmasin. Qalbing doim pokiza, mehrga to'la bo'lsin. Alloh seni o'z panohida asrasin va barcha orzu havaslaringni ro'yobga chiqarsin. Aslo unutmaginki, biz seni hamisha juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Har qanday holatda qo'llaymiz, quvvatlaymiz va hamisha biz uchun eng aziz insonsan. Baxting osmondek cheksiz, umring bahordek go'zal, qalbing esa doim quvonchlarga to'la bo'lsin. Allohim hamisha doim sog', omon, baxtli, omadli bo'lishligingni o'zi nasib aylasin. Hasaddan, darddan, birovga muhtoj bo'lishdan himoyada bo'lgin. Tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Ko'zlaringdan, yuzlaringdan nur, qalbingdan huzur hech qachon ketmasin. Omadli insonlar safida baxtga cho'milib, muallim bo'lib yurgin. Alloh seni biz uchun hamisha omon qilsin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Kaftimizni ichidagi duolarimizda borsin hamisha.
Baxting go'yoki bahorlar kabi go'zal yangilanib, hamisha o'zing ham gullar kabi ochilib yashnamoqlikdan charchamagin. Niyat qilgin yomon bo'lmasin, orzu qilgin armon bo'lmasin. Yangi yoshni qarshilab asta Alloh yo'llaringga omad bog'lasin. Dildagi mehring bo'lmasin ado, aziz boshingni asrasin Xudo. Qalbing lim-olim quvonchga to'lsin, yangi bir bahoring muborak bo'lsin, shukronalik kuning qutlug' bo'lsin deya Hoji bobangiz, Hoji momangiz mana shunday chiroyli niyat tilaklarni sizga bugun yuborgan ekanlar ushbu go'zal kunda. Agarda sizni ham ular uchun aytishni istagan niyat tilaklaringiz bo'lsa, xohlasangiz marhamat. Inshaalloh. 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 Doim hurmatda, e'tiborda, ardoqda bo'ling. Robbim eng go'zal taqdirni, eng chiroyli baxtni sizga nasib aylayversin inshaalloh. Rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin, kuningiz xayrli o'tsin. Hamisha Alloh panohida bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Shirin xush xabar azizsan jonim bu jonim qadar endi mayin qo'llarim yana beshik tebratar oq yo'rgakda oy keldi shirin kulcha non keldi keng uyimni to'ldirib mitti bir mehmon keldi sen yomg'irning tomchisi kelar jannatning isi baxtimga omon bo'lgin umrimning davomchisi sensan ko'ngil shodasi yuragimning nolasi xush kelding bolaginam bolasi qandek o'rik donasi asalmikan onasi quchog'imga xush kelding bolaginam bolasi sensan ko'ngil shodasi yuragimning nolasi xush kelding bolaginam bolasi qandek o'rik donasi asalmikan onasi quchog'imga xush kelding bolaginam bolasi tishlab yer qo'ysam hidlab hidingga to'ysam gul yog'ilar osmonda munchoq ko'zingni ko'rsam qandlar sochay boshidan aylanay ko'z qoshidan butun Toshkent tatsin bobosining oshidan oq yo'rgakda